Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Kriptovalyuta sohasida ko'pchilik har xil muammolarga duch keladi. Ayniqsa firibgarlarga duch kelib, P2P'da pul kirgizish, pul chiqarish bo'yicha, undan tashqari mana mining bo'yicha ham har xil holatlar bo'ladi. Eshitganmiz-ku, mining faoliyatiga chek qo'yildi. Shunga o'xshagan. Agar siz shunga o'xshagan holatga duch keladigan bo'lsangiz, men sizga hozir aynan shu sohada mutaxassis bo'lgan, ya'ni yuridik bilimi kuchli bo'lgan akalarimizdan birini tavsiya qilaman. Bu hech qanaqa reklama emas, o'rtoqlar. Shaxsan men o'zim aminmanki, bu sohada chuqur tushunadigan yuristni o'zi O'zbekistonda sanoqli. Barmoq bilan sanoqli bo'lsa kerak va o'shalar ichida eng zo'rlaridan biri. Demak, link orqali murojaat qilasizlar. Nimaiki savollar bo'lsa, Jo'shqin aka ismlari murojaat qilasizlar.